Bugun obyektimizga materiallarimizni yetkazib, zakat o'tkazamiz qilib keldik. Xudo xolasa Farg'ona shahariga bo'lyapti bu. Uyimiz ichiga, zalimiz ichiga o'tiradigan tapchan qilib kelganmiz. Xudo xolasa mana tepalari yukimiz tushirilyapti. Joyiga yetib keldik. Qo'llab turasizlar, laykni bosib. Mana akalar, xudo xolasa yig'ish boshlandi, yig'ilish jarayoni. Zalimizga tapchan qilib beryapmiz, xudo xolasa. O'rtoqlar nima deyapti bu? Zalli ichiga tapchan. Mana bitta bunday o'rtoqlar bilan yig'ilib, yostuv, to'shakchalar qo'yib o'tirib, mana bitta bar stol qo'yiladi. Qo'lachalar bilan idishlar terib olib, toza havoda nima deyapti? Qanaqa havoda o'tirasan? Toza havoda o'tirasanmi yo dim havoda o'tirasanmi? Choklari bormi yo'qmi? Zavod. Mana bitta stiborga o'xshayaptimi? Yo'q, bu bitta sti. Nima deyapti? Lesni salami canım, nima deyapti mana? Choklariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Stillari bormi yo'qmi? Zavodu. Bitta like bosib ketasizlar, o'rtoqlar, mehnatimizga like karsa. Tirs etib.